işxanası. Yaxşımsizlar ko'znakdoshlar. Men Mustafa Adil Kirdishxonasi kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. 6-oyning 12-si biz ko'znakda vahshiy bir tort illyuziyasini qo'ydik. Ismi Hikoyaning hikoyasi. Biz bu tort illyuziyasini naq 1 yil saqladik. Ichida chiqib sizlar ko'rib boqmagan har xil vahshiy hikoyalar bor. Shundoq ko'znakda birinchi qism qo'yildi. Men do'stlarimni chaqirib bu kinoni ko'rsatmoqchi hozir. Undaq bo'lsa, bular qanday ta'sirot bo'ldi birlikda o'rtoqlashib boqaylik. Allah'ın bazı yerlerde örgüdeydik. O birinin içinde oturup dikin. Balı bazen geplendiğimge yaxşı ki. Chaplab qo'ygan bizga. Aynan ki bazı yerlerin pek mazishlab qo'yadi. Datiston qo'li burnini tiqib degandek. Datiston qushqida o'tirib, ishlar yuz ko'zlarini yalab o'tasa bu yerda. Har bir yerda, har bir ko'rinishda qiziqarli narsalar chiqadi ekan. Lekin ben o'g'ilning ba'zan ro'g'i chiqaydir biz ya Datiston oldida anaqa mazda kelib chiqib qolgan. Anaqa bir xil aygilab quloq qoldirchi. Endi qiynatishdan oldida unda tursa bir xil mazda qiliqlar bo'ladi ekan. Set bichar jirayma bola ko'zini diyor. Kankajon bo'lsa. Futbolni o'ntadada g'ayrat qilgan chiray emas. Turib botulkani og'zini machalmayganda yemagan bolami bu. Qiynatsa oxiri bir kiseldirib o'tirib qo'ygan o'xshaydi bu bola. Bu altına şampuan çalayman chiray emas bu bola. Dadisi olib chiqib ketdi ekan ha? Mobilning tomoq yeyishlari ish qilib. Hamma yer yumur ha. Bir xil tabiiy chiqibdi. Paypiqidan tatib yumur chiqibdi buni. Bir ro'g'i chiqqandan keyin oq paypoq kiysamman dedim paypoqlardan meynatlik yerni. Çıknalı koysan bana oldu. Bu paypağınım deydi. Bir parmak diye. Malaklar her kılı. Acaba bazı yakın tabii. Apa paypaqları takayım. Ben sınıfta desem. Sevmem. Kim beşiği suyun tökкен yeri sal tabiiy chiqmabdi. Akirgan bir chilek suvim tökib tamomı o'zingizga. Lekin o vaqtdan ro'g'i yaxshi chiqdi ekan bular. Sarang qo'ydigan o'xshaydi makallan deysiz. Mana isim. Chiqib men bu kinoni ko'rib boqish uchun biza kesilib qoldim, abal qarab sal ochig'im kelyapti. Tortni yuziga suvab qo'ygan yer bor-ku, ayer bilan dastik suv to'kilib ketadigan yeri esa tabiiy chiqmabdi. Doyan Abdulcan rahmet. Pek bezgan buniki bu. Anda tatibda. Yo'yang'on. Chiqib yaxshi. Davomli tirishib. 祝你们能拍出更狗血的一些剧情。 Açıkçası sel belemli kimçiliklerinden yani. Yani bu Patreon'a我觉得挺不错的。 Bak qiziqarli xishilmabdi. Haqiqatan yaxshi ko'rdim men bu filmni. Yilqi o'birni qisilib qolgandan keyin dadisining qanday ta'sir bo'lar, qanday kayfiyatga kelar, qanday ochiqlab ketar, ikkisi to'y qila olamdi, qilamandi shuni. Ek bilgisi keldi ekan. İkinci kısmı ko'rgangiz keladimi? Ben pul verse o'lish bakay. Bak. Axir chiqib qolsa davomli ko'rma. Haqiqatan yumoristik qilib ishlagan kino ekan. Avval bir chiqib kirayman. Agar sizlarni bu tort illyuziyasini ko'rganingiz bo'lsa, ko'zlaringizdan ko'ngil ichib bitirib kirib, hikoyaning hikoyasini bossangiz bo'ladi.
Onda bugun quruq paragrafimiz mishelj bo'lsin. Hikoyasining ikkinchi qismi qo'yilgan chaqda biz ko'zdan ko'rishaylik. Dishxonasi.